Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Zey Jaloliddinov va bugungi bizning videoroligimizda Dream League Soccer 2026 o'yinida Gold kartali o'yinchilar haqida gaplashamiz. Albatta do'stlar, videoni boshlashdan oldin videoroligimizga like bosib qo'yib, kanalimizga esa albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa videorolikni boshladik. Xo'p do'stlar, batafsil aytadigan bo'lsam, oldingi videorolikda qo'ygandim reytingi ko'tariladigan futbolchilar haqida. Endi ko'tariladigan futbolchilar haqida vajdi emas-ku, lekin reytingi tushib ketadigan futbolchilar haqida shu videoroliklarda batafsil gaplashamiz. Kimlar tushib ketadi, kimlar qanaqa ko'rinishda bo'lardi, kimlar ko'p reytingga tushib ketadi, kimlar esa вообще yo'q bo'lib ketadi. Xo'p do'stlar, bo'lmasa esa biz ikkinchi qismni boshladik. Oldingi videoda birinchi qism edi, bu videorolik esa ikkinchi qism. Xo'p do'stlar, katta ehtimol 29-may plus minus shu haytdan keyin menimcha shu 29 da bo'lsa kerak. 29 yoki Xo'p, 30-maylarda yoki 1-iyunda yangilanish keladi. Katta ehtimol mana shu 13 deb yozib qo'ygan-ku, 13 kun deb yozib qo'ygan. Shu 14 kun. Undan ham ertaroq kelish kerak yangilanish. Shuning uchun ham bu narsaga qarab o'tirmanglar. Bu klassiklarni o'zini yo'qoladigan vaqti. Hech qachon mana DLC tarixida hech qachon klassiklar kuni tugagandan keyin yangilanish bo'lmagan. Yangilanish unaqa bo'lmaydi ham. Katta yangilanish plus yozda yangilanish bo'ladi. Eng katta yangilanishlar shu yozda bo'ladi. Keyin kuzda unaqa DLC yangilanish bermaydi. Keyin 27 ni kutamiz-da, katta ehtimol shu bilan. Endi to'g'ri orada qanaqadir kichik yangilanish bo'ladi, lekin bunaqa masshtabli katta yangilanish bo'lmaydi. Bo'lmasa esa ko'p cho'zordim. Men sizlarga hozir bitta videorolik qo'yib beraman. Bemalol kimlarning reytingi tushib ketadi, kimlar yo'q bo'lib ketadi, ko'rasizlar bo'ladi. Albatta do'stlar, oldingi videoda hozir aytib qo'yay, oldingi videoda 500 ta like qilsanglar, ikkinchi qismini joylayman degandim. Mana do'stlar, bir kun ichida 500 ta like dan oshirib o'rgansizlar, plus 23 soatda bunaqa statistika sizlardan kutmagandim, lekin to'g'risi bunaqa aktivni Abdushi rahmat, hamma maksimal aktiv qilsa men videolarni qo'yishda davom etiraman. Albatta bunaqa yangiliklar birinchi bo'lib Telegram sahifamizda bo'ladi. Telegram kanalimizning silkasi esa kommentariyadan topasizlar. DLC olamidagi barcha yangiliklarni, barcha ma'lumotlarni shu Telegram kanaliga joylab boraman. Dangi olmos yig'ish xizmati, sezon pas olish xizmati, hamma donat xizmatlari mavjud. Shaxsiy o'zimdan hechkam yozsanglar do'stlar, o'zim sizlarga shu akkauntlarni kuchaytirib shu donatlar qilib beramiz yoki akkaunt ham olib beramiz. Albatta bu pulga bo'ladi. Unaqa tekin narsa yo'q, bilasizlar. Chunki DLSning o'ziga biz bu yerdan pul to'laymiz. Va do'stlar, hozir men sizlarga bitta savol beraman. Agar go desanglar, men o'zimni yuz ko'rinishimni olib chiqib, YouTube kanaliga olib chiqib videolar olaman. Ya'ni birinchi videorolik o'zimni polni tanishtiraman, qatliman, nima gap, nima so'z, necha yoshman, o'zimni yoshlik haqimda aytib beraman. Bemalol shu kommentariyada faqat qaranglar, Jaloliddinov o'zingizni yuzingizni olib chiqing deb yozsanglar, ovoziga qarab qo'yaman. Shunaqa videorolik olaman albatta. Xo'p, bo'lmasa esa men sizlarga bitta videorolik qo'yib beraman. Bemalol mazza qilib batafsil ko'rasizlar bo'ladi.
Xo'p do'stlar, mana videoni ham ko'rib olinglar. Bu oddiy ikkinchi qism edi. Uchinchi qismini ham olaman. Bunaqa futbolchilarni endi bir ikkita odamlar aytishi mumkin, "Voy, bunaqa bo'lishi qiyin, u yoq bu yoq." Yo'q, shunaqa bo'ladi. Men bekordan-bekor bunaqa nima desam bo'ladi, video olmayman-da bekordan-bekor. 90% pravniy chiqadi videolarim, to'g'ri chiqadi. Albatta do'stlar, bir kun ichida 500 ta like yig'sanglar, analiga sodiq qolgan holatda bir kundan keyin yana 3-chi yangilanish haqida, ya'ni 3-chi qismni olib boraman. Reytingi tushib ketadigan futbolchilar bo'ladi. Bunda ham yo'qoladigan va reytingi tushib ketadigan futbolchilar haqida yana video olaman. Albatta 500 ta like, kuniga shu 5 minut, 10 minut, 15 minutlik video olaman. Albatta sizlarning aktivlar menga muhim. Xo'p do'stlar, hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. 500 ta like dan keyin ko'rishguncha xayr.